Kecha dunyo bo'yicha nomer 3 ta turadigan ig'voq bilan o'ynab ko'rdim, ya'ni Rocky bilan. Birinchi o'yin men uchun juda ham oson o'tdi. Nimaga? Chunki men birinchi shotda oldim. Ikkinchi shotda ham osonlik bilan oldim. Bu iPaderligi uchun men buni kutmagan narsalarni qilishim kerak. Bu yerda ham shunaqa moment bo'ldi, ya'ni chap naklon bilan olib ketdi. Bironta samneni qilsa agar buni dunyo bo'yicha nomer 3 ta turmasligiga mana sizlarga proof. Bu joyda bilmadim, jahli chiqib ketdimi, bezmetga o'tishga harakat qildi. Даже bezmetga ham o'tolmadi. Menimcha Rocky Jonni tiltga tiqib qo'ydim. Golga o'xshab qo'shib kelaveryapti. Men esa bu yerda chiroyligina kutib olyapman. Xullas, birinchi o'yin men 12-2 hisobida yutdim. Ikkinchi o'yin esa men eng vajni killni berib qo'yibman. Bu joyda men Rockyga o'xshab tushkunlikka tushib qolganim emas. O'zimga ishongan holatda comeback qilishni boshladim. Xullas, videoni dakansa ko'ramiz. Sizlarga ham shunaqa reaksiya kerak bo'lsa, agar Telegram kanalimga o'tib bemalol menga yozishingiz mumkin. Esingizdan chiqib qolmasin, ya'ni shu oy optimizatsiyamga skidka qilganman. Ko'rib turibsizlar, umuman tushkunlikka tushmasdan comeback qilib ketdi. Даже shotdan oldinga ham o'tib oldi. Ijon juda ham shoshilib kelayotgandi. Metkamni eshitmadimmi, bilmadim. Xullas, bu men ikkita o'yinda ikkita yutganim uchun 2-0 opchiq hisobda yutyapman buni.